Salom bilimdon, O'zbekistonni qanchalik yaxshi bilasiz? Qadimiy saltanatlaridan tortib betakror manzaralarigacha, ilk adabiyotidan tortib ona tilimiz go'zalligigacha va e'tiqodimizni shakllantirgan an'analarigacha bu kanalda barchasi mavjud. Va bugun 10 ta savolga javob berishga bel bog'lang va shu tariqa bilimingizni sinab ko'ring. Let's go! Buxoro amirligi qaysi yilda rasman tugatilgan? bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yil. Buxoro amirligi 1920-yilda Qizil armiya va mahalliy inqilobiy kuchlar tomonidan ag'darilgan siyosiy tuzum sifatida o'z faoliyatini yakunlaydi. Shu yil Buxoro Xalq Sovet Respublikasi e'lon qilinishi bilan birga amirlikning davlat tuzilmasi va boshqaruv tizimi bekor qilinadi. Bu jarayon Markaziy Osiyodagi an'anaviy davlatlar tugashi va sovetlashtirish siyosati boshlanishining muhim tarixiy bosqichidir. Xiva xonligida quldorlik rasman qachon bekor qilingan? bir ming sakkiz yuz yetmish uchinchi yil. 1873-yilda Xiva xonligi Rossiya imperiyasi bilan tuzgan Gandimyon shartnomasi natijasida quldorlik institutini rasman tugatgan. Ushbu islohot xonlikning xalqaro bosim ostida ijtimoiy siyosiy tuzilmasini modernizatsiya qilishga majbur bo'lganini ko'rsatadi. Qullarning ozod qilinishi mintaqadagi ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishiga tarixiy zamin yaratgan. Nurota tog' tizmasi qaysi viloyatlar hududida joylashgan? Navoiy va Jizzax viloyatlari. Nurota tizmasi geografik jihatdan Navoiy va Jizzax viloyatlari chegaralarida cho'zilgan tog'li hududdir. Ushbu tizma O'zbekistonning markaziy qismidagi orografik tuzilmalarning muhim bo'lagi bo'lib, tabiiy landshaftlarning xilma-xilligini ta'minlaydi. Mintaqaning geologik xususiyatlari va biologik resurslari uni ilmiy jihatdan ham ahamiyatli qiladi. O'zbekistonning eng issiq iqlimli viloyati qaysi? Surxondaryo viloyati. Surxondaryo viloyati geografik joylashuvi tufayli respublikadagi eng yuqori o'rtacha yillik haroratga ega hudud hisoblanadi. Janubiy kengliklarda joylashgani, tog'lar bilan o'ralgan havzaviy tuzilma mavjudligi bu yerda issiq va quruq iqlimning shakllanishiga sabab bo'ladi. Vegetatsiya davrining uzoqligi va yuqori haroratlar mintaqada o'ziga xos qishloq xo'jaligi faoliyatini shakllantirgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qaysi shaharda tug'ilganlar? Albatta Makka da birodarlar. Islom manbalarida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tug'ilishlari millodiy 570-yilda Makka shahrida ro'y bergani qat'iy qayd etilgan. Makka o'sha davrda Hijoz mintaqasining muhim savdo va diniy markazi bo'lib, Quraysh qabilasi yashagan hudud bo'lgan. Aynan shu muhitda shakllangan ijtimoiy va madaniy sharoitlar islomning ilk tarqalish jarayoniga asos bo'lib xizmat qilgan. Quyidagilardan qaysi biri haj ibodatining farzlaridan biri hisoblanadi? Arafotda turish. Islom fiqhida Arafotda turish hajning ajralmas farzi sifatida belgilangan bo'lib, bu holda haj ibodati haqiqiy amalga oshgan hisoblanadi. Zulhijja oyining 9-kuni Arafot maydonida bo'lishi haj ibodatining eng yuksak ma'naviy ruhiy cho'qqisi sifatida e'tirof etiladi. Ushbu amal ibodatning ma'no mazmunini to'laqonli ro'yobga chiqaruvchi eng muhim marosimdir. Quyidagi so'zlardan qaysi biri bir nechta ma'noga ega bo'lgan amonimdir? Yuz.
Yuz so'zi o'zbek tilida bir nechta mustaqil ma'nolarda qo'llanilishi bilan amonim sifatida tasniflanadi. U son ma'nosini, tana qismini hamda boshqa semantik birliklarni anglatishi mumkin. Ma'nolar o'zaro aloqador bo'lmaganligi uchun ham bu so'z tilshunoslikda klassik amonimning o'ziga xos namunasi sanaladi. Qaysi so'z sifat turkumiga kiradi? Oq. Oq so'zi predmetning rang belgisini bildirgani uchun ham sifat turkumiga mansub birlik hisoblanadi. Sifatlar predmetning belgisini, holatini yoki tashqi xususiyatini ifodalovchi mustaqil so'z turkumidir. Til tuzumida sifatlar grammatik jihatdan aniqlovchi vazifasini bajarib, nutqning aniqligini ta'minlaydi. Mantiqiy savol azizlar, odamlar eng kam uxlaydigan oyni toping. Fevral oyi azizlar. Yana bir mantiqiy savol azizlar, ko'zlar yumilgan holatda nima ko'rish mumkin? Tush aziz vatandosh. Aziz vatandosh, yurtimizning ajoyib bu g'aroyibotlarini kashf etishda davom eting va bilim olishdan aslo to'xtamang. See you around.